Tefsiri Müyesser Nisa Suresi Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Eğer birer ayol erining o'zidan ko'ngli sovib kelishidan yoki yuz o'rishidan ansirsa, ayol erining nikohidan chiqib ketmaslik uchun o'zining nafiqa degandek ba'zi haqlardan voz kechish badaliga bo'lsa-mu, ayol o'z orasida kelishib ish ko'rsa, ularga hech gunoh bo'lmaydi. Kelishib ish qilish ajrashishdan albatta yaxshidir. İnsanlar bexillikqa shunchalik odatlanib ketganki, ularning tabiatiga aylanib qolgan. Ey erlar, agar sizlar ayollaringlarga yaxshi muomala qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, ularning ishida Allohdan qo'rqsanglar, bilinglarki, Allah sizlarning qilayotgan barliq ishlaringlardan to'liq xabardordir. Uningga hech qanday ish maxfi emas. Oxiratda shuningga asosan sizlarga mukofot yoki jazo belgilaydi. Ey erlar, sizlar har qancha tirishsanglarmi, ayollaringlarning orasida muhabbatda, ko'ngil moyilligida to'liq odil bo'lishga qodir bo'lolmaysizlar. Shunga sizlar ayollarni ularning birsiga butunlay moyil bo'lib ketib, ikkinchisini eri bor yo'qning o'rnida esib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'yib, gunohkor bo'lmanglar. Agar amalinglarni tuzatsanglar, ayollaringlar orasidagi ishlarda odil bo'lsanglar, Allohdan qo'rqib, ayollarga zulm qilishdan saqlansanglar, bilinglarki, Alloh bandalarga nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Ularga bakmu rahim qilg'uchidir. Agar ayol ikkisi ajrashib ketsa, Alloh o'z fazli karami bilan ularni bir-biridan behojat qiladi. Chunki Allohning fazli karami nihoyat kengdir. Alloh bandalari orasida hukm qilishda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Osmonlardagi, zamindagi va ularning orasidagi maxluqotning hammasi Allohningdir. Ey Muhammad alayhissalomning ummati bo'lgan musulmonlar, biz sizlardan ilgari kitob berilgan Yahudilar bilan Xristianlarga Allohga itoat qilib, uning buyurganlarini o'rindab, to'sqanlarni tashlashni tavsiya qilgan edik. Sizlarga mo shuni tavsiya qildik. Yana sizlarga shuni bayon qildikki, agar sizlar Allohning bir ekanligini va Alloh nozil qilgan qonunni inkor qilsanglar, bilinglarki, Allohning sizlarga hojati yo'qdir. Chunki osmonlardagi va zamindagi maxluqotning hammasi Allohningdir. Allah bandalarga muhtoj emas. U barliq sifatlarda, hamma ishlarda madhiyaga loyiqdir. Koinotdagi narsalarning hammasi Allohningdir. Allah bandalarni muhofazat qilishga va ularning ishlarini o'rinlashtirishga o'zi yolg'iz kifoyadir. Ey insonlar, agar Alloh xolisa, sizlarni yo'q qilib etib, o'rninglarga boshqa qavmni keltiradi. Chunki Alloh shunday qilishga albatta qodirdir. Ey insonlar, sizlardan kimki dunyoning manfaatlarini ko'zlab oxiratdan yuz o'riydi ekan, bilib qo'ysinki, dunyo va oxiratning ne'matlari Allohning dargohidadir. Shunga har kim dunyo va oxiratlik yaxshiliklarni Allohning o'zidan tilasin. Chunki Alloh hammaning egisidir. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Ularning niyatlarini va amallarini ko'rib turg'uchidir. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, o'zinglarning yoki ota-onanglar va urug' tuqqanlaringlarning ziniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami, ularning boy yoki kambag'al bo'lishiga qaramay, adolatni ching turadigan, Allah roziligi uchun durust guvohlik beradigan bo'linglar. Allah ularga sizlardan bakrak yaqindir. Ularga nimaning foydali ekanligini obdan biladi. Shunga nafsi xohishinglarga berilib, yaqinlaringlarga yon besib, adil va durust guvohlik berishdan yuz o'rimanglar. Yolg'on gap bilan guvohlikni o'zgartirib etmay, uni o'z beti ado qilinglar.
Durust guvohlik berishdan bosh tortmanglar. Guvohlikda haqiqatni yoshirmanglar. Agar sizlar haqiqatni burmilsanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, bilinglarki, Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turadi. Sizlarga shuningga qarab mukofot yoki jazo belgilaydi. Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Sizlar Allohga, Muhammad alayhissalomga, Qur'onga, ilgirki payg'ambarlarga, Allah tarafidan nozil qilingan kitoblarga bo'lgan shu chin iymoninglarni Allah va uning payg'ambariga itoat qilishdan iborat yaxshi amalinglarni izchil davomlashtiringlar. Kimki Allahning hurmatli farishtalarini, Allahning insoniyatni hidoyat qilish uchun nozil qilgan kitoblarni haq dinni yetkazish uchun Allah insonlar orasidan tanlab chiqargan payg'ambarlarni va insonlar bu dunyoda qilgan yaxshi yomon barliq yomon amallardan hisob berish uchun tirildirilib, Allohning huzuriga boradigan oxirat kunini inkor qiladigan, u Allohning dinidan chiqib ketgan, haqiqatdan tamoman yiroqlashib, qattiq ozg'on bo'ladi. Iymon etib musulmon bo'lgandan keyin iymonidan yenib elib kofirlikka qaytgan, ondan yana iymon etgan, ondan yana kofirlikka qaytgan, ondan kofirligida ching turib elib, shu kofirligini davomlashtirganlarni Allah kechirmaydi. Ularni to'g'ri yo'lga yetaklamaydi. Ey payg'ambar, tilida iymon etib qo'yib, dilida kofirligini yo'shiradigan munofiqlarga oxiratdagi qattiq azobdan bishorat bergin. Mo'minlarni qo'yib kofirlarga tarafdor bo'ladigan, ularni do'st tutib, ulardan yordam talab qiladigan, mo'minlarni yomon ko'radigan kishilar kuch-quvvatni shu kofirlarning qeshidan izlayotdi. Ular bilib qo'ysinki, kofirlar ularga qilchi yordam qilolmaydi. Chunki yordam va kuch-quvvatning hammasi Allohning ilkididir. Ey mo'minlar, Allah o'zining kitobida sizlarga shundoq hukm tushirdiki, sizlar Allohning oyatlarini inkor qilganligini va masxir qilinganligini anglasanglar, u kofirlar kufri va masxiradan boshqa paranglarga yo'tkalmayguncha ular bilan billa o'ltirmanglar. Agar sizlar ular bilan o'ltirsanglar, sizlarmi ularga o'xshash bo'lib qolasizlar. Chunki sizlar bu holatda ularning Allohning oyatlarini inkor qilishiga va masxir qilishiga rozi bo'lgan bo'lasizlar. Gunoh ma'siyatga rozi bo'lgan odam uni qilganga o'xshash gunohkor bo'ladi. Sheksizki Allah munofiqlarning va kofirlarning hammasini jahannamga to'playdi va ularga qattiq azobni tetitidi. Ey mo'minlar, sizlarning beshinglarga xafalık kelishini ko'zitib turayotganlar dal ashu munofiqlardir. Allah'ning fazlidan sizlarga birer zafar nisib bo'lib, dushmanlarga g'olib kelsanglar va g'animatga erishsanglar, ular biz sizlar bilan birga emasmidik, sizlarga yordam bergan emasmidik deydi. Agar kofirlar taraf g'alaba qozonsa, bu munofiqlar o kofirlarga biz sizlarning ustinglardan g'olib kelgan turib, sizlarni mo'minlardan qo'g'dimidikmi deydi. Allah qiyomat kuni ular bilan sizlarning oranglarda hukm chiqaradi. Allah kofirlarga haqiqiy ma'nodagi mo'minlarni bo'ysundirishga qat'iy yo'l bermaydi. Dunyo va oxiratdagi yaxshi oqibat haqiqiy mo'minlarga xosdir. Shubhisizki, bu munofiqlarning ishi o'zining kofirligini yo'shirib, yolg'ondan o'zini musulmon qilib ko'rsatish orqali Alloh taoloni aldashga urinishdir. Ular qilmishlarini Allohdan yo'shirib qalolaymiz deb o'ylaydi. Halbuki Allah ularning aldamchiligiga yarasha jazosini beradi. O munofiqlar namozga turgandimi faqat xo'shyaxbastlik bilan turadi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi. Allohni bekmi oz yod etadi.
O munofiqlar faqat sheklanish, ikkilanish va iztirob ishida o'tadi. Ularning ahvoli bir xil turmaydi. Ular mu'minlargimi, kofirlargimi tava emas. Kufri bilan iymon orasida orsalda bo'lib yuradi. Allah kimning qalbini iymondan burvatsa, ey payg'ambar, sen uni hidoyatga yetaklashga hech bir yo'l topolmaysan. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Sizlar mu'minlarni qo'yib, Allohning dinini inkor qilgan kofirlarni do'st tutmanglar. Sizlar dushmaninglarni do'st tutish orqali o'zinglarning iymon da'vosida rostchil emasliginglar to'g'riliq Allohga ochiq bir pakt hozirlab berishni xohlamsizlar. Munofiqlar qiyomat kuni cho'qim do'zaxning eng ostinqi qavatiga tashlanadi. Ey payg'ambar, sen ularni yomon oqibatdan qo'g'dab qoladigan biror madadkor topolmaysan. Faqat munofiqlikdan yenib, Allohga tavba qilib, o'zining ichki va tashqi barliq ahvolini tuzatgan, mu'minlarni do'st tutib, Allohning diniga chin esilgan, dinni Allohga xolis qilgan kishilar buningdan mustasnodir. Ana shular dunyo va oxiratda mu'minlar bilan billadir. Allah oxiratda mu'minlarga katta ajr ato qiladi. Agar sizlar amalinglarni tuzab, Allohga va uning payg'ambariga haqiqiy ravishda iymon etsanglar, Allah sizlarga azob qilib nima qiladi? Shaksizki, Allah bandalarga muhtoj emas. Faqatla gunohkor bandalarni jazolaydi. Allah bandalarning toat ibodatlarining mukofotini hassilab berguchidir. Allah hammani bilib turg'uchidir. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqxun. 2020 yanvar 1 nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.